Azizlarim, Eksonning mukofoti, Ekson degan Alloh taoloning va'dasi bor azizlar. Alloh taolodan kelgan bir Qirg'iziston u shahrida Stalinda yonib ketgan akalarga yordam qilmoqchimiz endi azizlar. Albatta bitta like-chani qizartirasiz. Inshaalloh deylar, omadinglarni bersin deb jichcha qo'llab turinglar. Xudo xolasa mana shu videoyimiz azizlar juda ko'pchilikka yetib borish kerak. Kaleni ko'chada juda ham bir saxovatpesh akalarimizdan birisi bizga bugun murojaat qildi. Biz mana tashrif buyurdik azizlar. Bu magazin yangi ochilgan magazin. Chexollar azizlar turli tumani bor. Albatta mashina minib yurgan akalarga mana shu video yetib borish uchun sizdan bitta chiroyli like, kommentariya, podelitsa azizlarim. Nimaga deganda azizlar 2,5 ming so'mdan chexollar boshlanadi. Ha, minimalni senadi azizlar. Bozordan ko'ra arzon bu yerda. Azizlar, unaqa 1000 so'm Ekson qilaman deb turib qimmat qo'ymadi. Har bitta chexoldan 1000 so'mdan nadin olib qo'yadi azizlar. Zo'ra. Masalan aytganlardansan. Aqli qilasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan-ku, mo'min ish ajablanadi. Qanaqa kun kelmasin uni foydasiga. Yaxshi kun yetsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob. Azizlar, bu aksiya rovna 1 oy bo'ladi. 16-iyun kuni video chiqyapti. 17-iyun kuni haliga sizlar bergan 1000 so'mdanni albatta adin to'plab qo'yadi akamiz. Bizni yana chaqiradi. Biz kelamiz albatta. Abdulloh mana shuncha pul bo'ldi. Video отчеtlari bilan sizlarga chiroyli qilib, keyingi videosini ham qilib, ashlarga olib borib topshiramiz azizlar. Sizlardan bitta like, kommentariya, chiroyli podelitsa qilib o'z fikringizni qoldirib qo'yasiz. Bo'ldi azizlar. Qaranglar, juda ham yaxshi o'ylabsiz aka dedim. Endi keyin bu klient o'rganmoqchi bo'lyapti. Bu reklama bo'lib qoldi demanglar albatta. Reklamasiz ham o'zini klientlari juda ko'p ekan azizlar. Mana shu chexollarni bittasini ko'rsatib qo'yay azizlar sizlarga. Xo'p, 1,5 ming, 2,5 ming so'mdan ekan azizlar. Bozorlardan ham bir surishtirib ko'rasizlar. Bunaqa narxi yo'q Abdulloh deyapti. 2,5 mingga chexolni oldingizmi? 1,5 ming magazinda egasiga qoladi. 1000 so'mni Stalinga, asha akalariga, Eksonga ketdi. Albatta endi men sizlarga chiqib adreslarni aytaman. Sirrazi bugun kech paytdan kelishdi boshlovchilar azizlar. Aylanib maza qilasizlar azizlar. Chexollarda turli tumanlari bor azizlar o'zimizda. Telefon nomerlarini ham qoldiraman azizlar. Telefon qilib narx-navo so'ragani ham bor ekan. Xolislar dastavka ham qo'ydik. Bu Ekson qiladigan magazinimiz adreslari Kaleni ko'cha, hammanglar bilgan azizlar. Если navigator bilan kelaman deydigan bo'lsanglar, Amir Temur 81A deb qo'yasizlar. Mana magazinimiz azizlar. Arenterlarimiz internatsionaldan kelayotganda 10 tarafda bo'ladi. Bu Sardor domlaning masjidiga, Pushkin maktabiga qarab ketayotganingizda albatta ko'zingiz tushadi shunga azizlarim. Kelinglar, telefon qilib kelsanglar ham bo'ladi. Telefon nomerlarini siz yozinglar azizlar. Bundan qasa qaytib uchira olmaydi. Malades aka ekan, Alloh omadini bersin. Xudo xolasa mana shu do'konlardan ozom uzilmasin azizlar. Eksonni zo'rini boshlabdi. Yozinglar endi telefon nomerlarini 0558 bilan 430303. Qaytaraman 0558 bilan 430303. Azizlar, mana shu videoga sizga kerak emas bo'lsa ham, meni mashinam yo'q desangiz ham albatta unga bunga bitta like-chani qizartirib turib unga bunga jo'natib beringlar azizlar.